Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda JavaFX Scene Builder'da internationalization'dan foydalanishni o'rganamiz. Buning uchun bizga bitta container kerak bo'ladi. Vbox tashlab olsak. Library'ga vb deb yozsam, Vbox osongina topib berdi. Shuni Vbox ustiga 2 marta chertsam, mana Vbox bizga tashlab beryapti. Undan tashqari yana 3 ta label tashlab olsak. Library'ga mana lab deb yozish orqali labelni osongina topib oldim filtrlab. Label ustiga 2 marta chersam, Vbox o'zi label tashlab beradi. Buni duplicate qilamiz, ko'paytiramiz. Ctrl D ni 2 marta bossam, menga 2 marta nusxa ham olib beradi. Endi Vboxda alignmentini ham to'g'rilab olsam, Vboxga chertaman. Alignmentni top left emas, center left qilib qo'yamiz buni. Undan tashqari, hozir mana layoutga o'tsak, bu joyda padding degan narsasi bor. Paddingga 10 berib turib, mana bu uskunaga bitta chersam, qolganlariga ham o'zi avtomatik 10 qo'yib qo'yadi. Spacingiga ham masalan 10 berib qo'yib enterni bossak, har bitta label orasidan 11 likdan joy ajratilyapti. Konteynerimiz, ya'ni Vbox'imizni eni bilan bo'yini ham o'zgartirishimiz mumkin. Pref width'ni 120, pref height'ni 87 qilib ham o'zgartirib qo'ysak bo'laveradi mana. Kichkinaroq ko'rinish bizga yetarli. Internationalization degan narsa bor. Internationalization'dan foydalanish uchun labelga chertyapman. Labelga chertib, propertiesga o'tdim. Propertiesda text degan narsa turibdi. Mana text yon boshida ustiga borganinglarda chiqadigan bitta kichkinagina uskunachasi bor, tugmacha. Buni ustiga bosganimizda menu chiqadi. Menyudan replace with internationalized string ni tanlaymiz. Tanlab turib, shu joyga endi kalit so'zni ko'rsatishimiz kerak. Ismi deb yozib qo'yay bunga. Undan keyingi labelni ham xuddi shuni qilamiz. Ustiga chertam, text ustiga bordim, mana uskuna ko'rindi. Bu uskunadan replace with internationalized string deb turib, bu joyga masalan Sharifa deb yozib qo'yay. Enterni bosyapman. Undan keyingisini ham xuddi shuni qilamiz mana. Replace with internationalized string deb bu joyga masalan pochtasi deb yozaylik. Endi nima bo'ldi? Internationalized nima o'zi? Umuman tushunib bo'lmaydigan narsa hosil bo'lyapti deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Foydalansak hozir osonroq tushunib olasizlar. Previewga kiramizda internationalization bor mana. Shu joyda set resource degan menyuni bo'lagi bor. Chekka chertamizda hozir men ayni vaqtda E-diskda vaqtincha degan papkaga 3 ta properties fayl tashlab olganman. Shu faylni tanlab qo'ysak, mana haligi narsalar name, surname, email ga o'zgarib qoldi. Xolasak o'zbekchasini ham tanlasak bo'ladi mana. E-diskda vaqtincha degan papkaning ichidan o'zi tanlasa, mana ismi, sharifi, e-pochtasi chiqyapti. Bular nima? Bular aslida oddiy matn fayllar. Esinglarda bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsanglar, Javadan kuchaytirilgan darslar turkumimizda bularni o'rganganmiz. Misol uchun mana tillar o'z propertiesini ochib ko'rsak, bu joyda mana biz bergan kalit so'zlar bor-da shu yerda. Ismi barobardan keyingi narsani bu joyga o'qiyapti mana. Shu joyga ismi 2 nuqta deb yozib qo'yganligim uchun ismi 2 nuqta deb chiqdi. Shu joyga aytaylik, nomi 2 nuqta qilib saqlab qo'ysam, bu joy ham mana nomi 2 nuqtaga o'zgarib qolyapti. Xohlasak mana inglizchasini ham ochib ko'rsak, bu ham bitta narsa mana. Kalit maydonlar bor, keyin uni qiymatlari bor. Shuning uchun ham hozir mana previewga kirib internationalization'dan E-disk vaqtincha papkadagi endi ko'rsatsam name deyapti. Sababi mana bu joyga name deb yozib qo'yilganda. Surname, emaillarni ham hammasini mana shu properties faylning ichidan o'qib ko'ryapmiz. Internationalization'dan qanaqa qilib foydalanishni ko'rib oldik. Endi yana bitta narsa. Faylga kirib new deb bosaman. Bitta yangi fxml fayl yasaylik. Mana bu joyda split pane'ni horizontalini tashay. Buni o'lchamini o'zgartirish uchun mana modify dan screen size'ga kirsak 320 ga 240 ham hozircha bizga yetadi. Ko'rsanglar mana split pane o'ziga ikkita anchor pane olar ekan. Anchor pane'ning ichiga bitta Vbox tashaylik. Bu Vbox ichiga 3 ta button tashayman. Vbox tashlab bo'lganimizdan keyin modify ga kirib turib fit to parent split pane'ni hozir chap tomoniga butunlay yoyib oldi. Buttonni bitta tashladim, yana ikkita button tashaylik. Undan keyin Vbox alignmentini center left ga o'zgartirib qo'yay. Layoutga kiramizda buni ham paddinglariga masalan 10 dan joy ajrataylik. Spacingga ham 10 dan joy ajrataylik. Endi buni center left emas, centerda o'zi qilsak ham bo'lar ekan. Hamma buttonlar endi markazdan joy oldi. Birinchi button sarlavhasini o'zbekcha deb qo'yay. Ikkinchi button sarlavhasini english deb qo'yay. Uchinchi buttonga russkiy deb sarlavha qo'yay. Uchala buttonda o'lchamlari har xil bo'lib qoldi. O'lchamlarni bir xil keltirish uchun eng uzuni o'zbekcha deb yozilgan button ekan. Width bilan height'ini qarasanglar 71 ga 25 turibdi. Endi english bilan ruskiyni ham tanlab olamizda 81 gamida. 81 ga buni 25 qilib qo'ysak, hamma buttonlar o'lchamlari bir xil bo'ldi. Mana bu joyga stack pane tashlab olaylik. Stack deb yozsam, o'zi stack pane osongina topib beryapti. Stack pane ham modify ga kirib fit to parent qilib olaman. Endi bu stack pane ichiga men fxml faylni tashlamoqchiman. Tashlashdan oldin orqadagi yasab olgan fxml faylni saqlaylik. File save ga kirib, E-diskda vaqtincha degan papkaga controllar deb saqlay. Endi hozir yasab olgan faylimizni mana bu faylni file save ga kirib, turli tillar deb saqlaylik. fxml faylni ichida fxml dan foydalanish mumkin. Qanday qilib? Faylga kirib,
include fxml degan joyi bor. Mana shu joyga hozir men kontrollarni ko'rsatib qo'ysam, anchor pane'ga kelib tushyapti. Buni stack pane ustiga borib qo'yaversam, stack pane ichiga ham tushaveradi mana. Stack pane mana bu joyda properties sekirsalar alignment center turgan bo'lganligi uchun ismi, sharifi, e-pochtasi degan narsalar o'zi markazga joylanib oldi. Buni agar biz center left qilib o'zgartirib qo'ysak, chap tomondan joy oladi. Hozir agar men mana bu faylga qanaqadir o'zgartirish kiritsam, kontrollar fxml fayliga. Bu fxml fayl turli tillar fxml fayli ichida o'zini ta'sirini o'tkazaveradi. Agar men mana shu joyga birorta label qo'ysam, mana bu joyda ham saqlaganimdan keyin o'zi ko'rinaveradi. Xudo xolasa keyingi darsimizda o'zbekchaga bosganda o'zbekcha, inglishga bosganda inglizcha, ruskiyga bosganda o'rischa yozuvlar chiqarib beramiz labelga. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.